Sharof Rashidov tumani M39 avtomobil yo'lida 992 kilometrda ko'chma nazorat tarozidan o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu xizmatimiz davomida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda olib borilayotgan reyd davomida ushbu transport vositasi to'xtatib tekshirilganda o'qlarga tushgan og'irlik o'lchanganda belgilangan me'yordan oshiqcha 53 tonna 24 kilogramm oshiqcha yuki borligi aniqlandi va qoidabuzarlik haydovchiga belgilangan tartibda tushuntirildi. Qoidabuzarlik bo'yicha tuzilgan ma'muriy bo'lim ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-modda 4-qismida ko'rsatilgan qoidabuzarlik borligi aniqlandi. Tegishli tartibda elektron ko'rinishda ma'muriy bo'linma rasmiylashtirib berildi.